Assalomu alaykum hammaga. O'rtoqlar, bugun sizlar bilan yangilangan Kia Carens haqida, unda nima o'zgarishlar borligi haqida gaplashamiz. Farqini ko'rsatib berish maqsadida 2025 va 2026-yilgi modellarni yonma-yon keltirib qo'yganmiz. Avtomobil tarixiga qisqacha to'xtalib o'tsam, u 1999-yildan boshlab ishlab chiqariladi. Model nomi ikki so'z birikmasidan hosil qilingan. Car avtomobil, Renaissance qayta tug'ilish. Shu ikki so'z birikmasidan Carens so'zini yasab, uni modelga nom sifatida berilgan. Kia brendi oilaviy avtomobil tushunchasini qayta shakllantirmoqchi bo'lgan. Qo'shimcha ma'lumot sifatida aytib o'tamiz, model Shimoliy Amerika bozorida Kia Rondo nomi bilan sotiladi. Birinchi avlod 1999-yildan 2006-2007-yillargacha ishlab chiqarilgan. Klassik koreys avtomobili, narxi va oddiyligi bilan ajralib turgan. Odam va yuk tashish uchun eng qulay avtomobil sifatida tanilgan. Ikkinchi avlod 2006-yildan 2013-yilgacha ishlab chiqarilgan. Mashina sezilarli darajada kengayib, yanada savlatli ko'rina boshlagan. Aynan shu avloddan boshlab model Yevropani minivenlari bilan raqobatni boshlab bergan. Keyingi avlod 2013-2019-yillarda sotuvda bo'lgan. U haqiqiy Yevropa avtomobilini eslatardi. Qulayligi va pastligi uni haqiqiy shahar miniveni sifatida ommalashtirgan. Bu avtomobil Carens modelini 4-avlodi hisoblanadi. Shu avloddan boshlab Carens o'zini xarakteristikalari bilan crossoverni eslata boshlagan. U aslida Kia Seltos platformasida qurilgan. Shuning uchun avtomobil klirensi 180-190 mm ni tashkil etadi. Har doimgidek avvalo tashqi ko'rinishidan boshlaymiz. Ko'rib turganingiz Kia Carens'ning yangilanishdan oldingi ko'rinishi. Bu ko'rinish sizga 2025-yildan beri tanish. Yangisi tashqi ko'rinishi bilan Kia EV5 elektromobilini eslatib yuboradi. Avtomobil old qismi dekorativ xrom qoplama va yo'lbars tabassumi ko'rinishini o'z ichiga oladi. Solishtirib ko'rishingiz uchun e'tibor markazida Kia Carens'ning 2025-yilgi modeli. Yangilangan Kia Carens'da kunduzgi yorituvchi chirog'i shakli o'zgarib, zamonaviy ko'rinishga ega bo'lgan. Old optika muz bo'laklari dizaynida va yulduzlar xaritasi konsepsiyasiga asoslangan. Umumiy ko'rinishda uzoqdan yangilangan old bamper va kunduzgi yorituvchi chirog'i ko'zga tashlanadi. Ikki xil ko'rinish. Yonma-yon turganda farqlari yaqqol ko'rinib turadi. Avtomobilning orqa tarafdan farqlari bu asosan bamperlar va orqa chiroqlarda. Ularning shakli yulduzlar xaritasi ko'rinishida. Orqa gabarit chiroqlari oldi chiroqlari shaklini takrorlaydi. Yangilangan Carens'dan ajralib turadigan taraflaridan biri bu monoqoshlar hisoblanadi. Kia Carens yangilanishdan oldin yuqori komplektatsiyada 16-o'lchamdagi yengil qotishmali disklar bilan jihozlangan. Yangilangandan keyin avtomobil 17-o'lchamdagi yengil qotishmali disklar bilan jihozlana boshlangan. Eslatma sifatida avtomobil o'lchamlariga to'xtalib o'tamiz. Bo'yi 1720 mm, eni 1800 mm, uzunligi 4550 mm, g'ildiraklar bazasi 2780 mm ni tashkil etadi. Avtomobil yangi va eski ko'rinishida bir xil agregatlar bilan jihozlanadi. Boshlang'ich komplektatsiyalarda 1,5 litr hajmga ega bo'lgan atmosferli dvigatel turadi. Ushbu dvigatel 115 ot kuchi, 144 Nm aylanish momentini bera oladi. Yuqori komplektatsiyada 1,5 litr hajmli turbo dvigatel bilan jihozlanadi. Bu dvigatel 160 ot kuchi, 253 Nm aylanish momentini beradi. Atmosferli dvigatel variator uzatmalar qutisi bilan birgalikda ishlaydi. Turbo dvigatelda 2 muftali uzatmalar qutisi o'rnatiladi. Qisqacha to'xtalib o'tamiz. Bu korobka mexaniklarning orasida DCT Dual Clutch Transmission yoki preselektiv korobka deb nomlanadi. Bu uzatmalar qutisi o'zini tez uzatma o'tkazishi bilan ajralib turadi. Shuning uchun sport avtomobillarida ham keng qo'llaniladi. Avtomobilning yana farqlaridan biri bu dekorativ reylinglar. Ular shakli bilan bir-biridan farq qiladi. Dekorativ deyishimizning sababi shuki, ularga yuk ortib bo'lmaydi. Birinchi Kia Carens'da yon oynalar isitish, elektroprivod va pavorotnikni qaytaruvchilar bilan jihozlangan. Yangilangan Kia Carens'da qo'shimcha ko'rinmas zona datchiklari va 360 kamera qo'shiladi. 2025-yilgi Kia Carens'ning salondan ko'rinishi quyidagi ko'rinishda bo'ladi.
2026-yilgi mashinamiz aynan shu taraflari va yangilangan dizayn bilan ajralib turadi. Rul chambaragi, uskunalar paneli va multimedia displeyi o'lchamlariga e'tibor beramiz. Birinchi Kia Carens'da 8 dyuym o'lchamli multimedia displey o'rnatilgan. Yangisida displey o'lchami 12,3 dyuymni tashkil qiladi. Avtomobillarning ikkalasida 16 o'lchamga ega bo'lgan zapaska turadi. Birinchi Carens'da start stop knopkasi klimat boshqaruvini chap tarafiga qo'yilgan. 2026-yilga kelib tugma rul kolonkasini o'ng tarafiga o'tkazilgan. O'rindiq orqasidagi polka ikkalasida ham bor. Faqat birinchisida karman quyidagi ko'rinishda bo'ladi. Polka 3,5 kilogramgacha og'irlikni ko'tara oladi. Yangi Carens'da karman o'rindiq matosi bilan bir xil ko'rinishda bo'ladi. O'rindiqning qolgan joylari deyarli bir xil. 2025-yilgi Kia Carens torpedasining ko'rinishi. Ko'rib turganingizdek, u yo'lovchi uchun podstakanlik bilan jihozlanadi. 2026-yilgi Carens'da torpedaning ko'rinishi o'zgargan. Podstakanlik markaziy konsolga ko'chirilgan. Birinchi Carens'da markaziy konsolda bo'sh qolgan tugma mavjud. To'xtab turish tormozi mexanik tarzda ishlaydi. Yangisida konsol deyarli shu shaklda, faqat 360 kamerani yoqish uchun qo'shimcha tugmasi bor. Richak shakli biroz o'zgargan, shu bilan birga yuqori komplektatsiya elektron to'xtab turish tormoz tizimi bilan jihozlangan. Bu tizim avtohold funksiyasi bilan birgalikda ishlaydi. Birinchi Kia Carens'ning rul chambaragi, yangi Kia Carens'ning rul chambaragi. E'tibor beringlar, bunda adaptiv kruiz boshqaruvi uchun qo'shimcha tugmalar o'rnatilgan. Eslatib o'taman, videoda siz ko'rib turgan ikkala avtomobil yuqori komplektatsiyada. Yangi Carens'ning ajralib turadigan tarafidan biri old bamper radar bilan jihozlanadi. Avtomobil siz ko'rib turgan kamera orqali yo'l chiziqlarini ko'rib, masofa ushlab keta oladi. Uskunalar paneli ham o'zgarishlarsiz qolmadi. Yangi Kia Carens'da panel zamonaviy ko'rinishga ega bo'lgan. Komplektatsiya 360 kamera bilan jihozlangan. Pavorotnik yoqilganida o'ng yoki chap tarafda orqadan yaqinlashgan mashinani ko'rish imkoniyatini beradi. Undan tashqari multimedia ekrani orqali kameralarning qanday ishlashini ko'rib olishingiz mumkin. Siz bu kameralar orqali old, orqa, o'ng va chapdagi to'siqlarni bemalol ko'ra olasiz. Qo'shimcha 3D rejimi mavjud. U sizga oddiy harakatlar orqali avtomobilni har tarafdan ko'rish imkoniyatini beradi. Yangi Kia Carens'da media va klimat boshqaruvi bitta sensor panel orqali amalga oshiriladi. Birinchi Carens'da media va displey boshqaruvi displey tagidagi sensor tugmalar va krutilka orqali amalga oshiriladi. Yangilangan Kia Carens'da klimat nazorati siz ko'rib turgan ko'rinishda bo'ladi. Yangi Kia Carens'ning yana bir jihati, unda ambient yoritgich bor. Old eshiklarning tagida yerni yorituvchi yoritgichlar o'rnatilgan. Endilikda haydovchi o'rindig'ini elektr sozlash imkoniyati ham mavjud. Sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.